أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. Bugünkü dersimiz min hutbatin lehu aleyhissalatu vesselam. Lehu diyeni damir Ali radıyallahu anhu qaytıdı. Hazreti Ali'nin nutuklarından bir parça okuyduğumuz. Aleyhissalatu vesselam. Durud salam yollash meselesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan birga qatib Peygamberden başka insanlarga assalatu vesselam desi bulamdosi buludu deyjim. Alimlar meselidek buldu deydi. Lekin yalğız holatda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Aleyhissalatu vesselam dedi. Lekin bir sahabini tilga olgan chaqda aleyhissalatu vesselam deyish meselesinde ulamada ixtilof bor. Yani bu zodi cheklandi deydigan gap emas, ha? Ya bu anda aleyhissalatu vesselam ko'pincha odatni shiyatdan Şiyalar Hazreti Ali'ye aleyhissalatu vesselam deb ishlatib kelgan. Lekin ahli sunna Hazreti radhiyallohu anhu deb shu ham sahobalarga ishlatgandek tarbiya Alloh rozi bo'lsin deb ashuna duo qilib manish odatlangan. Lekin nazariya jihatdan yani sahabigimi aleyhissalatu vesselam desi bulamdı bulundu. Bunun hükmüde ulamalar izlenip göz kararlarını oturup koygan. Bazı alimler caiz olduğu da koygan. Aleyhissalatu vesselam dese yani bize hazır alimler günümüzde ehli sünnet alimlerinde adımız. Şia bilen çoğu bizim karımız yok. Fakat onun münasebetimiz yok. Ulu caiz demdo, dememdo karvayımız yok. Peki ehli sünnet alimlerden bazılar Peygamberden başkalarımı as-salatu vesselam diyen şu duanı işletse buludu deb qarğanlar var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de "Vellezî yusalli aleykum ve melâiketuhu" aleykum peygamberlerden başkalarının varmış mesela. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki Sahih Buhari'de kelgan bir hadisinde "Allahumme salli ala ibn Abi Awfa" deb hadis kelgan. Yani peygamberden başka bir insanga salat diyen sözünü işletdi. Bu hadis olgan ekan. Şunun asasını turup İmam Ahmad qatarlıq ahli hadisler peygamberden başka insanga as-salat degan so'zni assalamu albatta buldu. As-salatu vesselam degan so'zni ishlasa bo'ladi deb qargan. Lekin ko'pchilik olimlar payg'ambardan qassaq albatta joiz bo'ldi. Payg'ambar qatmay turib Ali alayhissalatu vesselam desak bo'lmaydi. Lekin endi ayrim holatdan bo'ldi degan qarash shu jalli. Yani shu oyatdan dalil keldi, undaki sayyidisdan dalil kelgan ekan, shu qarash kuchli. Lekin biz odatlanishda ahli sunnatning odatida radhiyallohu anhuni ishlatamiz. Endi billa dur to'qish bizning odat durumimiz bor. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Bu billa qatib durib o'qishning masalasi. Muhammed sallallohu alayhi vasallam demay turib, yolg'iz boshqa bir payg'ambar emas bir insonning o'rtasida shunda qilib qo'ydi. Bunda onu kim? Miyada Şia'nın adet boyunca şu kitapta şunda diyen bozu mu? Adım şu hutbe nakl kılınan kitap asli Şia'nın kitabı. Nehcil Balaga. Şia'lar şunda da adetlengen bozu mu? Lekin nezriye cihattan caiz şimdi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ki hutbesinden üzünde yaptı. Bu Nehcil Balaga diyen kitaptan elingan üzünde. Nehcil Balag'ını Hazreti Ali'ninki hutbeleri, vaaz tabliğleri, nutuklarını ve hikmetli sözlerini toplab keyince Şia alimlerinden birisi bir kitap kılıp tayyorlagan. Bunun içinde aslında rastları mı var, yalğanları mı var? Bunda aralashtirib qo'yib bunlar chiroyli fasohatlik so'zlarni hatto boshqa shaxslarga mansub qilinib boshqa shaxslarning so'zi deb qaralgan nutqlimi bor hazratlariga mansub qilingan. Lekin qanday bo'lmasin bu adabiy tekst sifatida miyada bir o'zini qilib olibdi. Amma ba'du fa inna ad-dunya qad adbarat. Endi maqsad kelsak, amma ba'du degan endi maqsad kelsak, fa inna ad-dunya qad adbarat. Dunyo yuzi o'rib ketdi deydi. Ve âzenet bivada' vidalışıdığanlıqını ma'lum qildi, bildirdi. Âzenetga a'lama degan ma'noda. Şu al-azan degan bildirish, uqtirish degan bo'ldi. Ya'ni dunyo ketib biz oxiratga minish oldida demoqchi.
Ve innel ahirete kad eşrafat bittila. Ahiret bolsa eşrafat bittila degine köründü diyor eşrafat da. Bittila yani bunda qarash bilan ko'z ko'rinib qoldi dedi. Yani qash bilan kirpikning arlig'ida degandek. Ittila degan ko'rash, qarash degan. Yani qarash bilan shundoq ma'lum bo'lib ko'z ko'rinib turmoqda degandek. Ala ve innal yawma al midmar. Dikkat. Bugungi kun musobaqa maydonidir dedi. Midmar degan atlar chapadigan baygi maydoni. Her bir siziq arlıqı, bir açabiliğin siziq arlıqı midmar. Ve gadan es-sibaq. At olsa musabaqa. Ve sabaqatu al-cennah. Es-sabaqa degan yetib baradigan g'oya demekçi. Biz musabaqlashib yetmekçi olgan nokta cennettir deydi. Şu lentisas qo'ygan nokta o, ahirgi nokta cennet. Vel g'oyatu an-nar. Baradigan joyning yana birisi deylamdi. Vel g'oyatu an-nar. Dozaq mı? Baradigan joyning biri. Afala taibun min xatiyatihi qabla maniyatihi. Ölümüden burun qilmishidan tavba qilg'uchi yo'qmi? Xatiya degan qilmishi gunoh degan. Maniyat degan o'lamdi-da. Ölümüden burun qilmishlardan tavba qilg'uchi yo'qmi? Tavba qilg'uchi bo'lsak bo'lmamdi degandek. Ada amilun li nafsi qabla yawm bu'sihi. Bu's degan yo'qsullik, bechoralik. Yo'qsullik va bechoralik kunidan ilgari o'zi uchun ish qilib olgan kishi yo'qmi? Ala diqqat. Ve innakum fi ayyam amal. Sizlar haqiqatan umid arzu kunlarda turasizlar. Min varaihi ajal. Bunun arkada bir belgilengen vaqt var. Faman amila fi ayyam amalihi. Şuna kimiki arzu umid qilayotgan bir kunlarda ishlasa qabla hudur ajalihi, ajali kelishdan burun nafa'ahu amaluhu. Uning amallari uningga foyda qiladi. Wa lam yadruruhu ajaluhu. Onun ecili onunla ziyan yetkizilmeydi. Yadurruhu ya da çuvattan ha. Yadurruhu. Deniz buna muhalefetul kıyas. Mesela elhamdülillahil aliyyil eclali. El ecel diyen eclali diyor. Mesela yadurruhu tamam. Ha? Yadurruhu da müznakildir. Belki bu anda caiz olsun mümkün. Ya şiir olmanıken, doğru şariye olmanıken bu bir caizdir. Lekin biz adette bizge tunuş qo'ygan nimada yadurruhu. Yadurruhu kelishim kitobda. Ha, demek bu caiz olsun mümkün. Ve men qassara fi ayyam amalihi o'zining arzu umid kunlarda kimiki o'rinliq qilsa, umid qilingan kunlarda, ya'ni qutulish imkoniyati bor turib, harakat qila oladigan chaqda bu ish qilmasa, sal qarasa, bo'shanlik qilsa, qabla hudur ajalihi, ajali kelishdan burun faqat khasira amalni ziyon tortgan bo'ldi. Va darrahu ajaluhu, ajalimi uningga ziyon yetkazgan bo'ldi. Ala fa'malu fir-raghbah. Diqqat. Shunga sizlar o'zingizga qiziqqan chaqdami ish qilinglar. Kama ta'maluna fir-rahbah. Qo'rqqan chaqda ish qilgandek. Alloh taolaning azobidan qo'rqib turgan chaqda shunda ish qilamiz-ku. Shunga o'xshash o'z ixtiyoringlar bilan, o'z qiziqishinglar bilan ish qilinglar. Ala va inni lam arakal jannati nama talibuha. Diqqat. Men jannatdek bir narsani ko'rmadim. Uni talab qiluvchi uxlab qolgan deydi. Bir narsa talab qilib uxlab qolgan narsani ichida men jannatdek bir narsani ko'rmadim. Jannatni talab qiluvchi xuddi shunda bir narsani talab qilib turib, amal qilmay uxlayotganda ko'rinib turdi. Walakin nari nama haribuha. Uningdan qochgan kishi uxlab qolgan narsalar ichidan do'zaxdek narsani ko'rmadim. Do'zaxdan qochdi, lekin shunda adamı beharam uxlay oladi. Ala diqqat. Ve innehu men la yenfa'uhul haqqu yadruruhul batilu. Hakikaten haq payda qilmagan kishiga batil ziyon uralaydi. Ve men la yastaqimu bihil huda. To'g'ri yo'lda mangmagan kishi yajurru bihi dalalu ila rada. Uni azg'ulloq halokatga so'rab apirdi. Ar-rada degan halokat. Al-huda degan to'g'ri yo'l, hidoyat deydi. Ar-rada degan o'lim yoki halokat. Taradda degan mashina halokat tushib ketdi, hanga tushib ketdi degandek.
Ela ve innekum kad umirtum biz-za'ni. Dikkat. Hakikaten sizlar safar qilishga buyurildinglar. Za'ni deganda biz o'tgan darsda degan to'q. Za'nu as-safar, ya ko'chib o'tkilib turish degan. Va duliltum ala zad. Uzuq-tulikmi dalolat qilinglar. Ya'ni sizlarga ko'rsatib qo'yildi uzuq-tulikmi. Va inna akhwafa ma akhafu alaykum, men sizga nisbatan eng ansiraydiganim ittiba'ul hawa. Havoga agishish. Va tulul amal. Arzu umidi nayet uzun bulaş, yani dünyada uzun yaşayımız, ölmeyimiz diyemdek bunlar. Tezevvedu mined dünya ma tahruzuna enfusekum bihi gada. Haraza diyen sakladı, saklap kaldı diyen manda desek, sizler dünyadan ahirette özünü saklap kalalaydıgan, kuğdap kalalaydıgan bir narsini uzuktulik ile olanlar. Ve tezevvedu fe inne hayra zâbi takva. Kâle şerifur radî. Şerif Radi Nahjul Balagha degan kitobni tuzgan kishi, yozuvchi. Bu shu 12 imom mazhabi va Shianing Ashularning mazhabiga tabi olimlarning birisi. Şerif Radi 4-5 asrlarda yashagan. Evet, bu Hazrat Alining avlodidan, Sayyid avlodi deymiz-ku. Sayyid avlodidan. Rafidaga chirdimi shular. Mush imomiyya 12 imom mazhabi Rafida mazhabi. Bu Şerif Radi'ninki nesebi mana Muhammed ibn Abi Ahmed el-Hüseyin ibn Musa ibn İbrahim ibn Musa ibn Ja'far as-Sadiq. Yani Ja'far as-Sadiq'ning avlodidan, yani Ja'far as-Sadiq'ning avlodidan degan gap Hazrat Alining avlodi degan. Shuni sayyid demoqchi. Mush Şerif Radi bir kitob tuzib, uning Hazrat Alining nutqlari, xutbalari va nasihatlarini to'pladim deb tuzgan mush kitobni. Lekin buning da Hazreti Ali'ye çaplanğan yalğan yapıdaqlımı var. Mesela ötkenki dersde Hazreti Amr ibn Las'ını bir xil qilgan, haqorat qilgan gaplar atdı. Şununla o'xshash. Shunday narsa yalğan yapıdaq gaplar bo'lishi aniq. Bu Nahjul Balagha to'g'riliq olimlardan Muhammad Abdu masalan, Alusi, tafsir Alusining muallifi. Bular Hazreti Ali'ning gap so'zlari shu kitobdagisi. To'g'rimi shu? Hazreti Ali'ga bo'lgan nisbati to'g'ri deb qaragan. Nahjul Balagha degan kitobning. Bunun boshqa mesela İmam İbn Taymiye, Hafiz ibn Hajar, İmam Zahabi bular kitobda kelgan gap so'zlar Hazreti Ali'ga mansub qilinishi to'g'ri emas. Yolg'on bu. Hem bu sözden nasıl sanat bilen kelmegan deb unda qaragan. Buni hozir bozorda nusxalari Ibn Abil Hadid degan bir olimniki sharhi shu mashhur. Yolg'on abadaqnimi aralashtirgan hech bo'lmasa. Ba'zi qismi Hazrat Aliga nisbat berish to'g'ri bo'lsa-mu, yolg'on abadaqni aralashtirib Hazrat Aliga mansub qo'ygan ahvol bor. Sharh qiluvchi Ibn Abil Hadid. Shia emas deb qaralgan, lekin balki ikki jihatdan shia bo'lishi mumkin. Qala Şerif Radi, mushu Nahjul Balag'ni tuzgan mushu kishi Shia, Rafida. Mushu debdi: "Aqulu law kana kalamun ya'khudhu bil a'nan ila az-zuhd fi ad-dunya." Bu ham yuqorqi Hazrat Aliga mansub qilgan ashu xutbani tahlil qilyapti. Men deymanki, deb aqulu. Navoda tizginlar bilan, chulvirlar bilan tutib dunyoda zohidlik ilib boradigan bir so'z bo'ladigan bo'lsa, yani dünyada zahid qilishga ilib boradigan bir so'z bo'lgan bo'lsa, va yattarru ila amalil axira, axirat uchun ishlashga zo'rlaydigan bir so'z bo'lib qolsa, lakana hadal kalamu albatta mush so'z ashu bo'lgan bo'ladi. Yani zahidga targ'ib qiladi bu demak. Ve kafa bihi qati'an li alaiqil amal. Arzu umid rishtilarini uzish uchun mushu kifoya bo'lgan bo'ldi. Yani arzu umid deganimiz nima? Dunyoda uzun yashayman deb umid qilib, o'lmayman deb bunda arzu qilish, masalan shunday uziblam oxiratga yuzlantirishda yetarlik bo'ladi deydi. Ve qadihan zanada lit-ta'ad. Ta'ad degan vaznasiyat ilish. Wal izdijar yammo cheklanish. Vaz nasihat ilib bo'ldi, bu ishni qilmasam bo'ldi ekan, to'xtay deb vaz edish chaqmoqini chaqadigan so'z mush bo'ldi dedi. Qadihan zanat. Zanat degan tosh. Toshni biz usta chaqmoq kabi, o't chiqarib, tamam? Chaqmoq tosh. Ya'ni vaz nasihat ilish ruhiga o't tashib turadigan bunda so'z bo'lishda mush yetarli dedi.
Qadaha degan o'tni qish. Zina degan shu chaqmoq tashi. Shuni chaqmoqni tamoqchiga qilsan chaqmoq bor-ku, shuni qaddaha deydi. Yoki valla'a. Shu valla'a degan o't tutashdi degan. Valla'a deydi-ku ma'lum. Wa min a'jabihi mushu nutqning, mush so'zniki eng ayron qalarlik yeri, ajoyib qimlashgan payziri demakchi. Qawluhu alayhissalam dedi. Qawlu alayhissalam ala wa innal yawmal madmaru. Dikkat, bugün musabaqa maydonidir. Wa ghadan as-sabaq, ata musabaqa wa as-sabaqatu oxiri yetib berish nuqtasi jannat. Wal g'ayatun nar, g'oyimo do'zax dedi. Demak, hozir jannat bilan do'zaxga berishda unda musobaqa qilishimiz demak. Fa inna fihi ma'a fakhabatul lafzi, mana mush iborada so'zlarning isil bo'lishi bilan billa, fakhama degan isil. Funduqun fakhmun deymiz. 530lik ma'nosini funduqun fakhmun. Ya aynan naqli qilgan. Aynan naqli qilgan. O sallallahu alayhi vasallam deyishimi joiz deb qaraydigan ba'zilar bo'lgan ekan, bu bir xilofiy masala ekan. Va izami qadril ma'na, ma'naning miqdorining katta bo'lishi bilan billa, so'zning isl bo'lishi bilan billa, va sodiqat tamthil, o'xshishning rastchil bo'lishi bilan billa, va voqi'at tashbih, o'xshishning nəhayət əmli bo'lishi bilan billa, uningda yana fa inna fihi, uningda yana ash so'zda yana sirran ajiba, nəhayət ajablarlik bir sir bor edi. Va ma'na latifa, nəhayət chiroyli bir mazmun bor. Va huwa qawluhu alayhissalam was-sabaqatul jannatu wal ghayatun nar. Mush so'zda ajoyib bir uslub bor demakchi. فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين. Bu ikki ma'no o'xshamaganlikdan ikki so'zni boshqa qilib ikki so'zni eklab ishlatdi. Asli as-sabaqa al-ghaya. Al-ghaya al-janna wal ghayatu an-nar desa bo'ldi dedi. Ikki o'xshash ma'noda. Lekin jins kelib akasak bu mazmun asli o'xshamaydi bu. Demakchi bo'lgan mazmun o'xshamaydi. Şu başka sözünü işletti. وَلَمْ يَقُلْ السَّبَقَةُ النَّارِ mana. السَّبَقَ الْجَنَّةِ السَّبَقَ النَّارِ demedi dedi. Kema qala السَّبَقَ الْجَنَّةِ. السَّبَقَ الْجَنَّةِ degandek السَّبَقَ النَّارِ demedi. لِأَنَّ الْإِسْتِبَاقَ çünkü musabaqlashish, men burroq bir olay deyish, oldiga o'tib ketishga qana oldi. İnnema yakunu ila amrin mahbub. Yaxshi ko'riladigan bir ish bo'ladi. Men oldiga o'tib ketsam, birinchi bo'lsam deydigan bu istak kishilar yaxshi ko'radigan bir ish bo'ldi. Va g'aradun matlub, talab qilingan bir g'araz, maqsad. Va hadihi sifatul jannah. Istibaq degan unda bo'lsa jannatga munosib kelgan so'z. Va laysa hadal ma'na mavjudan fil nar. Do'zaxda unda shu hammasi o'zi xolib yoqtirib turib do'zaxga baslashiga ish yo'q. Na'udhu billahi minha. Biz onun şerrinden panahlış için Allah'dan panahlıq tilaymayız. Felem yecüz en yekula, devam iken manda deyiş doğru olmaydı dedi. Ve's-sabaqatu an-nar. Es-sabaqa an-nar felem yecüz. Devam iken es-sabaqatu an-nar dese doğru olmaydı. Çünkü hemmadan o do'zaxda o'zi xolab musabaqalashib bardigan emas. Bal qala vel g'ayatu an-nar. Bardigan joyining cheki do'zax deb bunda dedi. لأن الغاية ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء. Çünkü bir gayrigen üyege berişten hoşlanmaydıgan kişi mi üyege berip kılışı mümkün. İntihar gerçe beriş. وَمَنْ يَسُرُّهُ ذَلِكَ. Çünkü gayrigen onunla berişini halaydıgan adam mı, halamaydıgan adam mı berip kaldıgan cayri. فَصَلَحَ أَنْ يُعَبِّرَ بِهَا عَنِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا. Şuna her ikilisiga ishlatishga yaraydi bu so'z, g'oya degan. O'zi xolab boradigan joyga, xolamay boradigan joyga ishlatkili bo'ldi. Fa'ala hadal mawdi', demak u mush o'rinda kal masir val ma'al. Masir val ma'al degan so'zlarga o'xshashdi. Al masir u boradigan joy, ma'al deganmi uni qaytadigan joy. Ma'ab deganmi shunga o'xshash. Ma'ab va husnu ma'ab. المصير والمآل والمآب والغاية. قال الله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Ettinki huzurlanın Allah'ına. Çünkü sizlerinki
bardigan joyinglar do'zaxdir. ولا يجوز في هذا الموضع أن يقال مش أورندا من دا ديرس بمكتير سبقتكم بسكون الباء إلى النار سبقتكم إلى النار ده بانı sakin okuyan halatta unda dese caiz bulmaydı dedi. Ne şu yukarı mezmun boğazka sabqatukum ila nar dese bulmaydı dedi. Yani sizlerden musabık kılışıp bardan cayanlar ahir konukta dozak dese bulmaydı. فَتَأَمَّلْ ذَٰلِكَ فَبَاطِنُهُ عَجِيبٌ Muş ibarını obdan oylanıp tefekkür kıysan, onun siziki mezmun eyran kalarlar. وَغَوْرُهُ بَعِيدٌ Ve ona ait çunkur. Gavur diyen çunkurluk. Çunkurluk icrak. Naati bek çunkur demek. وَكَذَٰلِكَ اَكْثَرُ كَلَامِهِ aleyhisselam. Hazreti Ali'nin ki sözlerinin çok kısmı aşında. Naati çonqur ma'nlik ayran qoldirgan ashunda va fi ba'd an-nusakh ba'zi nusxada bunda kelgan deydi. Va qad jaa fi riwayat ukhra shu Nahjul Balag'ning ba'zi nusxalarida keldimi? Yana bir rivoyatda bunda deb kelgan. Va subqatu al-janna bi damm as-sin sin harfini pish o'qigan holda va subqatu al-janna deb kelibdi ba'zi rivoyatda. Subqa degan so'z bi damm as-sin والسبقة عندهم اسم لما يجعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض. سبقة ديان Araplarning nazarida عندهم yani عند العرب bu söz nimani bildirdi? Sabiq yani birinchi bo'lib oldiga kirib ketgan kishi birinchi bo'lsa, uningga mukofot berib yo mol yoki tovar biznes bermizgo. Demak, subqa degan shu oldiga mukofot, beradigan mukofot degan ma'no bo'ldi deydi. والمعنيان متقاربان. Davam ki iki mazmun hazır o'xshash. G'oya degan ma'no u yaqin, mukofot degan ma'no yani oxiri bir asha yetib qolsam degan nuqta jannat desak uni to'g'ri chiqadi. Mukofoti jannat desakmi uni to'g'ri chiqadi. لأن ذلك لا يكون جزاء على فعل الأمر المذموم. Çünkü o subqa degan ayıplangan bir ishni qilishning mukofoti bo'lmaydi. Va inma yakunu jazaan ala fi'l al-amr al-mahmud. Amaliyotda maqtildigan bir ishni qilishga qarta mukofot bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.